Bobur yurti Andijon sen uchun beramiz jon. O'rtoqlar, Andijonimiz shahar ko'chalarida yaqin kunlarda ko'rinish beradigan elektrobuslarni bitta like bosib qo'ying, sizlarga to'liq obzorini qilib beraman. Bu avtobusni ishlab chiqarilayotganda nogironlarni o'ylash chetda qolmagan. Chunki aravachada yuradigan insonlar mana shuni bossa, shofyor kelib shu stoykasini ochib beradi va nogiron inson o'zini aravachasida chiqsa ham bo'ladi. Quvvatlanish vaqti bor yo'g'i 3 soatni tashkil qiladi. Agar siz ikkita portdan foydalanib zaryad qilmoqchi bo'lsangiz, bu 90 minut, ya'ni 1,5 soatda to'liq zaryad bo'ladi. Vaqtning o'zida 69 ta yo'lovchiga xizmat ko'rsata oladi. Uzunligi 8,5 metr, bo'yi bo'lsa 3,2 metr. Elektrobusimizni qulayliklaridan biri mana shu datchik. Shofyor yo'lda ketayotgan holatda toliqib, uyqu kelib qolib ko'zi ketadigan bo'lsa, bu kamera kontrol qiladi va albatta shofyorga vibratsiya berib, o'z holatini o'g'nab olishga yordam beradi. Yana bir qulayliklardan biri bu palasani kontrol qila olar ekan, yo'lda ketayotgan holatda palasadan chiqib ketib qolsangiz, avtomatik tarzda yana o'z yo'lingizga qaytarib qo'yadi. Elektrobusimizda to'la to'kis premium podveskalar bilan jihozlangan. Agarda buni ichiga 5 tonnalik og'irlikda insonlar chiqadigan bo'lsa, mashina o'zini holatini bir tekisda ushlab tura oladi. To'liq zaryad bilan mana shu elektrobus 250-300 km yurib bera olar ekan. Maksimum tezligi 69 km/s. Bu degani 70 tezlikdagi radarlarning hech qaysi biriga tushmaydi. Shahar ko'chalarida yozning jazirama issiqligida ham siz mana shu elektrobusda salqingina konditsionerning ichidan foydalanib ketishingiz mumkin. Va boshqa avtobuslardan o'laroq farqi, bunda 5 ta isitish tizimi bor. Siz samolyotda o'zingizni qanday his qilsangiz, xuddi shu holat bo'ladi. Ya'ni, xuddi samolyot singari tepalaridan issiqlik va sovuqlikni yetkazib beradi. Mana shunday elektrobus parki Andijonimizning 3 ta hududiga qurilyapti. Qaranglar aka. Mana shu joyda 222, 394 o'zingizning yo'nalishingizni yozib keting. Qaysi tarmoqda ko'proq bo'lishini xohlaysiz? Videoga like bosing, esdan chiqmasin.